Kim menga Instagramdan ovqatli videosini tashlayotgan bo'lsa, Xudoga soldim qarorchi. Men aytdim, nervimni sirg'ib o'tgan bolalar qarg'ashda boshlamaydi yo'q. Men qarg'ashda boshladim o'sha. Gunoh senlarga, to'g'risi aytib ber. Va ro'za payti ham ovqatli videosini tashlaydim. Jinni misollar. Quloq eshitmaydigan odamni operaga olib kirishmaysan, u mehmon qilib, to'g'rimi? Yo kimdir pul beryaptimi, uka, mana shu ovqatli videosini tarqatib bering deb. Ha? Yo ash ovqatli videosini ko'rsam, iftor yaqinlashib qolaman 5 minutga. Yo'q. Ash Instagramdan zerikib ketibchi, ko'chaga chiqsam produkt qilib qo'yapman, ishonishasam 3 kundan beri produkt qilyapman. Suv ichaman, iftorga qornim to'yib qoladi. Avokadoli ovqat ko'rib, avokado olib kirib olganman, qanaqa qilib yeyishni bilmayapman avokadoni. Bu bolalar to'g'ri. To'yin kuni yomg'ir yog'sin hammangni, to'g'risi. Hops to'ylan boradi ekan, svet o'chib qolsin. To'yini video yo'ygan kamerachi fleshkani yo'qotib qo'ysin. Mana shu qulpinaga allergiya bo'lib qolishgan. G'o'ra yeganda tishing qamashadigan bo'lib qolsin. 10 kun tushingga algebra ustozing kirsin, to'g'risi. Voy, zerikib ko'chaga chiqsang hamchi hamma ovqat qilyapti. Voy, aptekalar ham osh qilib sotyapti. Voy, tavba qildim.